Nazar Matkarimовich Matchanov 1-yanvar 1923-yil Xivada tavallud topgan. Sovet davri siyosiy va davlat arbobi, olim veterinar. U 1970-78-yillarda O'zbekiston SSR Yuqori Soveti prezidiumi raisi lavozimida xizmat qilgan. Shuningdek, respublika va markaziy qo'mita darajasida mas'ul rahbarlik lavozimlarini egallagan. Matchanov 23-yil 1-yanvarda Xiva shahrida hunarmand oilasida tug'ilgan. 49-yilda Toshkent qishloq xo'jaligi institutini tamomlagan va shu yili Kommunistik partiya a'zosi bo'lgan. Mehnat faoliyatini veterinariya sohasida boshlagan. 49-59-yillarda u tuman va viloyat darajasidagi veterinariya bo'limlarida bosh veterinar shifokor, viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi veterinar bo'limi rahbari hamda O'zbekiston SSR qishloq xo'jaligi vazirligi boshqarma boshlig'i sifatida ishlagan. 59-60-yillarda O'zbekiston SSR qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari, 60-61-yillarda Buxoro viloyati kompartiya obkomi kotibi, 61-62-yillarda O'zbekiston SSR vazirlar soveti raisi o'rinbosari lavozimlarida xizmat qilgan. 62-65-yillarda Buxoro viloyati kompartiya obkomining birinchi kotibi, 65-70-yillarda esa O'zbekiston kompartiya markaziy qo'mitasi kotibi bo'lib faoliyat yuritdi. 70-yildan 78-yilgacha O'zbekiston SSR Yuqori Sovet prezidiumi raisi edi va shu davrda 70-yildan boshlab SSR Yuqori Soveti prezidiumi raisi o'rinbosari sifatida ham ishladi. 71-81-yillargacha SSR kompartiyasi markaziy qo'mitasi a'zosi, Buxoro viloyat partiya byurosining a'zosi va SSR Yuqori Soveti deputati sifatida ham xalq vakili bo'lgan. Matchanov ilmiy sohada ham faol bo'lib, 69-yilda doktorlik darajasini, 71-yilda professor unvonini olgan. Faoliyati davomida kamida 3 marotaba Lenin ordeni, Mehnat qizil bayrog'i ordeni, Zarafshon belgisi ordeni va boshqa medallar bilan taqdirlangan. 78-yildan keyin pensiyaga chiqqan Matchanov ilmiy institutlarda ishlashni davom ettirgan. Shu jumladan Akademiya fanlari institutlarida direktor va katta ilmiy xodim sifatida faoliyat yuritgan. 2010-yil 30-iyul kuni Toshkentda vafot etgan. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'lishni unutmang.